Siz yeni bir harf bilan tanishish oldida turib etibsiz. Uning qaysi harf ekanligini bilgingiz kelayotganda, undaqda boshlaylik. Bosh T. O'tira T. Ulanma T. Yolg'iz T. Siz yuqorida T harfining har xil shakllarini ko'rib o'tdingiz. Endi ularning so'zlardagi o'rniga diqqat qiling. Qisqa och toshqanning ot chetlarga qaradi. Choyni olib tikkanni kelacha bag'ridi. Muattar to'xti, to'xtirdim qo'xti. İştedi, pilton pilton, iştedi, hav hav. Ata ata at mineyli, toy çıkını kep demeyli. T'ga ayak anı koysak ta buludu. T a ta ta. A T at at. T a ta T tat tat. Ağa ta'ni qo'shsak ata bo'ladi. A T a ta ata. Taga na'ni qo'shsak tana bo'ladi. T a ta ne ana tana. Maqtanchaq to'shqan. To'shqan bilan To'muchoq to'shqanning uyida tavuz yeyishib o'ltirganda to'shqan ochpaqiliq qilib jiqyapti. To'muchoq to'shqanning og'rib qolishidan ansirab, "Televizorni ochsangchi, kegash o'tiraylik" debdi. Rost degandek, to'shqan televizorni ochgandan keyin tavuz yeyishdan to'xtabdi. Ammo televizorda chiqayotgan narsalarni tunishtirib, To'muchoqqa orom bermadi. "Avu odamning puti, avu odam. Yelidiki qutur ishti yitilog'ini ot, ama. Voy bo'ldi qisangchi, bek menmen chikansan. Debdi To'muchoq terikib. Ani qara, traktorda yer haydayotgani mening og'inam bo'ladi. Deb vatildab beribdi to'shqan. Dal shu chaqda ish kelib To'muchoqni chaqiribdi. Ha, mana ishtaka. To'muchoq to'shqandan qutuladigan bo'ldim deb o'ylab, derazaga qo'nibdi. Biz tavozliq o'yin o'ynaylik, bo'lamdi? Debdi ish To'muchoqqa. To'muchoq ma'qul bo'ldi. Buningga to'shqanning ochig'i kelib, ularga o'zini ko'zib qo'yishni ko'ngliga pikib. To'muchoq ishqa og'amchida mingishni o'rgatayotganda to'shqan yugurib ketdi va "Shuning o'g'inish ketamdi. Men sen dötlarga og'amchida qandoq mo'g'diganligimni bir ko'zib qo'yay" deb To'muchoqning to'sqiniga qaramasdan og'amchiga chiqdi. To'shqan bir necha qadam mingibla yiqilib tushibdi. "Xo'p bo'ldi" debdi To'muchoq. "Po atmasam bo'lmamdi. To'lib bujurlima" debdi to'shqan. "Men hozirli o kaptar mengatgan toksimida mengib chapoq ko'zlarimni echib qo'yaman." Shunda qilib, ular stolbi ustidagi taxtayga chiqibdi. Bu ya haqiqatan egizgan. To'shqan po atganiga ichida pushaymon qilsa-mu, gapidan yeni bilishga yuzi chidamay simga dasabdi. U ming o'lib, ming tirilib, simning o'ttirisiga kelishiga put qo'lida jon qolmay, tampong'ini yo'qotdi va "Quzullar!" deb to'lashga boshladi. Nima qilishini bilmagan ish bilan To'muchoq to'shqanga Ikki qo'lingda yana birisini tutib ol. deb vaqirabdi. Bechora to'shqan oldidagi yana birisini tutishiga tok soqib yetib, janidan ayrilibdi-da, yaga tikmonlaq tushibdi. To'shqanning maqtanchaqligi oxiri o'zining beshiga chiqibdi. To'muchoq ish kaptarlarmi buningdan o'tsim bilan nolsimga tang tegib ketsa, tok soqib yetadiganligini bilib, toksima atrofiga qayta yaqin kelmabdi.